Orifxon akam yaratgan narsalari zamonga to'g'ri kelaveradi. Yo Botir Zokirov aytgan narsalari milliylikka to'g'ri kelaveradi. Nimaga? Yana qaytaraman. O'sha Botir Zokirovning kuyini, musiqasini yozgan Ikrom Akbarov maqomchi bo'lgan. To'g'ri. O'sha butun O'zbekistonga qo'shig'ini hamma san'atkorlarga Orifxon Xatabov maqomchi bo'lgan. Nima turibdi? Katta fundament turibdi. Iloji boricha maqomga muhabbat qo'yishsa yaxshi bo'ladi. Muhabbat qo'yib, shuni yaxshi ko'rib eshitishsa. Mayli aytmasin, aytsin deb majbur qilmaymiz. Hech bo'lmasin eshitsin. Bugungi kunda O'zbekiston xalq artisti, Qoraqalpog'iston xalq artisti bo'lgan 37-39 yoshda katta bir unvonlarni olgan katta bir san'atkorni yoshligida sendan g'ijjakchi chiqmaydi degan da'volar bilan chekkalashtirgan ekan. Shu gap qanchalik to'g'ri? Yo, g'ijjakchi chiqmaydi degan gap bo'lmagan. Yo'q.